ko'chatimiz yakka liderdagi ko'chatimizda 2 yil qiynaladi. Mana 2 yil bo'ylansa, mana shu novdagi mana hosilxonani qarang mana. Mana hosilxona yana nima kerak bizga bundan ortiq? Bundan ziyod mana tepaga kelamiz. Tepadagi ko'rsatkichga qarang. Qanaqa natijani beryapti. Endi buni tepa bo'yiga kelamiz. Kesuvchi adashmasligi kerak. Asosan kesuvchi nuqtani adashib kesib qo'ymasligi kerak. Biz bu videoni chiqarishimizdan maqsad sizga ishlasin. Sizga biz mana ko'rdik. Avgust, sentyabr oylarida kesib, avgust oxirida xom kaltak suruvchilarni olib nima yutuqlarga keldik. Keling o'zingizni bog'ingizga shunday kiring, qanaqa yo'qotishlar bo'lib turibdi, solishtirib ko'ring. Siz yangi yana bitta kesilmaganini qoldirib ketganingizga edi mana shuni. Hozir ichidagi mana shu novdalar hammasi pishmagan novda bo'lib turardi. Mana buni qarang, hammasi pishgan mana. Qizargan, quyosh nuri tekkan. Keling, o'shani biz yo'qotadigan mehnatimiz Mana nimalarga siz kerak? aytayotgan mana sizni aytayotgan novdalaringiz mana suruvchi novdalar mana, to'g'rimi? Mana daraxt daraxt qanchalar. Bu tomonga o'ting. Qani o'sha men ko'rsatgan kaltakka o'xshagan kutagimiz qayeriga qani. Sanoqli, bu ham nimjon, nozik, juda ham nozik. Nozikligi nimani hisobiga? Shu quyosh tegmagani hisobiga. Quyosh tegmagan, soyada qolib ketganlik hisobiga. Tasavvur qiling, qanaqa o'rmon. Bu yana nimaga olib keladi? Shira, har xil kamstok, kana, mana bu hasharotlarni yig'uvchi hisoblanadi bu. Shunga shu ekkan bog'bonlar shunga sal e'tiborli bo'lsa, shunday buriling. Mana quyosh tekkan shu daraxtni o'zi yonma-yon turibdi. Quyosh tegib qanaqa misol. Mana. Azizga salom alaykum. Qorma ishlar bilan. Salomat bo'ling. Zo'rmisiz? Salomatmisiz ko'cham? Rahmat. Pinklida olmaga qanday shakl berish kerak? Keling birgalikda ko'ramiz. Qanaqa holatda mana bu qarshingizda turgan pinklida rozgulov olma bo'ladi. Mana 2 oy oldin oktyabr oyida kesganmisiz? Mevasi bor payti? bu olmani haqiqatan mana sport tariqasiga xalqimizga bir nima yangilik qilishga, endi buni tushungan bog'bonlar buni ham aytib o'tishimiz kerak, qiladiganlar qiladi. Uncha-muncha xo'jalikda tarbiyalaydiganlar bu sistemani ko'rmagan, qiziqmagan, chunki meva daraxti kam, ana o'shani hisobiga bu usullardan foydalanishga kamroq foydalanadilar. Kamroq e'tibor beradi demoqchi. E'tiborda kamroq bo'ladi haqiqatdan. Mana keling o'shani isbotini siz bilan birga ko'ramiz. 2 oy oldin sentyabr oyining oxirlari biz meva bor paytiga kesdik. Mana o'sha kesilganni o'rinlari, bu yangi kesilgan, mana kesilganni o'rinlari biz nima yutuqqa erishdik? Nima o'zgarishga erishdik? O'zgarishdagi keling birgalikda kuzatamiz. Hosilxona kaltaklarimiz qanaqa go'zal ishlayapti. Mana kutaklarimiz hammasi nimani hisobiga? Yorug'likni murakkab tushishi, erkin tushishi. Ana bizga nimani beryapti? Mana hozir mana bunda sargina xatomiz ustiga Mevasi bo'lganda uni, ha? Mevasi bo'lgan edi, o'shani olmagan edik. Biz ishlashimiz kerak. Mana videolarimizga ko'rsatilgan faqat qanot shoxlar bilan, qanot kaltaklar bilan. Mevaga keladigan bo'lsak, mana mevalarni taxlab ko'ramiz. Uzunligini olamiz. Bizga qarang, 1 2 3 4 ta kutagimiz mavjud. Quyosh nuridan yorug'lik tushgan hisobiga to'yinib tayyor bo'ldi. Azizlar qarang, meni o'zimning fikrim, mabodo shu oktyabrga kesmaganingizga mana shu kurtaklar pishmasdi soyada, shundaymi? Mana bular qizargan. Mana shular qizarib pishgan. Shu quyosh nuri tekkani hisobiga-da bu. Tushundim. Suruvchi hisoblanadi bu xom kaltaklar. Suruvchi, shu suruvchilarda olmasak biz 8 dona, 10 dona
Keling mana katta ko'chatga misol qilib beray. Sakkiz dona, 10 dona. 5 ta 4 ta bundan, 4 ta 5 ta bundan, 4 ta 5 ta mana. 20 dona ekan, 20 dona so'rovchi qoplab oladi. Hozir hamma bog'larda mana yaqinroq olsangiz mana yonimizda turibdi shu misol. Mana bunoqda qo'lingiz bilan ushlab ko'rsating. Erkinlikdan yorug'lik tushganlik hisobiga bizda yarisli oraliq deyiladi. Mana bular bo'ylanishi kerak edi. Sal bobonimiz xato qilgan bo'ylamagan. Mana bu holatda qo'yib bo'ylanishi kerak har bir kaltagimiz. O'shanda biz kutgan natijalarga erishamiz. Juda ham go'zal natijalarga. Mana shu narsani boya aytganimizdek 20 dona suruvchi kaltak o'rtaga turgandan keyin soyada qolib ketadi-da, mana bunaqa qizarib pishishlik mana. Qarang, qanaqa juda ham chiroyli ochilib pishyapti. Meva kaltaklar, kurtaklarimiz. Endi bo'li yana pishadi. bu nasib bo'lsa yana pishadi. Mana videoni shunday ko'taramizda, yon bog'imizga e'tibor beramiz. Xuddi shu holat. Tagida borsak, tag qismlarida umuman hosilxona yo'q. Hammasi kuyib, soyada, quyoshsizlikda, mana bu yorug'lik suruvchi novda ko'pligi hisobida. Ana shuni hisobida kattadan katta yo'qotishga kelib bo'ldi. Mana biz aytamiz, yarislar erkin yotish kerak mana. Qanot mana bu holat bo'lishi kerak. Meva bilan ham yotadi, yotadi. Nasib bo'lsa, keyin mana bunda kelamiz, baland-ku degan savolimizga javob mana. Ozgina ip bilan bo'ylab ishlaymiz. Faqat kesuv qaychi bilan mana hosilxonalarni yo'qotish kerak emas. Kelyapti kesuvchilarimiz endi birobda yomonlashgan emas, qoralashgan emas. Tars uradi, hadsa mana bundan shakl chiqarib olaylik. Bu kaltagimiz qachon mana bunaqa mevaga tayyor bo'lishiga ham yana 2 yil vaqt o'tadi. 2 yil umrini yo'qotib qo'yadi. Biz mana nimaga erishdik? Juda qiyg'os ochilgan paytida ham yetib kelib qoldik. Bizda mendagi tajribamdagi meva hosil olish jarayoni tanadan qochirib tanaga hosil olish. Mana e'tibor beramiz qanaqa go'zal holatda erishyapmiz. Biz mana shu dehqonda ham ozgina tushuncha beringlar. Shuni bog'lashga, ha. Bog'lash qanaqa? Ko'p bog'larga boramiz. Bo'ylash shuni qaytaradida, olib kelib tanaga bog'lab qo'yadi. Yo'q. Bizdagi bo'ylash mana bu yerga bitta qoziqchani qoqadi. Ipni erkin holatga bo'ylanadi-da, mana shu holat ushlanadi. Ana bunda shu bir marta yaxshi bog'lab xizmat qilish kerak ekanda, shunga. Bir marta emas. Ko'chatimiz yakka liderdagi ko'chatimizda 2 yil qiynaladi. 2 yil bo'ylansa, mana shu novdagi mana hosilxonani qarang mana. Mana hosilxona yana nima kerak bizga bundan ortiq? Bundan ziyod mana tepaga kelamiz. Tepadagi ko'rsatkichga qarang. Qanaqa natijani beryapti. Endi buni tepa bo'yiga kelamiz. Kesuvchi adashmasligi kerak. Asosan kesuvchi nuqtani adashib kesib qo'ymasligi kerak. Bu ko'rsatkich mana shu novdaga ham ozroq tushuncha berib ketaymi? Mana shu chiroyli bo'ylangan. Bu chiroyli bo'ylangani hisobida chiroyli bo'ylangani hisobiga mana shu holatga keldi. Mana shu ko'rsatkich. Mana shunday bo'lgan payti bog'lash kerak edi. Ham kamroq mana. Kamay, qisqartiramiz. Bizga yetadi. Shuni o'zida qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta, 9 ta, 10 ta kurtagimiz bor. 10 ta kurtak. Biz olgan joy o'rindiq mana buni beradi yana. Yanagi yil mana shu novdayız shoxchalab ketadi. Azbek mana shu novdayız yanagi yil bunday bo'lmasa ham mana bunday bo'ladi. Bo'ladi. Mana hech bo'lmasa mana shunday bo'ladi. Bo'ladi. Mana bu ko'rsatkichni berib turadi. Bo'ladi. Hurmatli bobonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, biz bu videoni chiqarishimizdan maqsad sizga ishlasin. Sizga biz mana ko'rdik. Avgust, sentyabr oylarida kesib, avgust oxirida xom kaltak suruvchilarni olib nima yutuqlarga keldik. Keling o'zingizni bog'ingizga shunday kiring, qanaqa yo'qotishlar bo'lib turibdi.
solishtirib ko'ring. Siz yangi yana bitta kesilmaganini qoldirib ketganingizga edi mana shuni. Hozir ichidagi mana shu novdalar hammasi pishmagan novda bo'lib turardi. Mana buni qarang, hammasi pishgan mana. Qizargan, quyosh nuri tekkan. Keling, o'shani isbotini ko'ring. O'sha ko'rsatkich mana bu agatda bag'i hali kesilgan yo'q. Tepa qismlari kesilyapti. Chekda saltanat olmayan bor. Ularni ham hozir shu o'rinda ko'rsatib o'tamiz. Mana o'sha ko'rsatkich 8 dona, 5 dona, 4 dona olingandan so'ng bizga nimani beryapti? Mana. Qarang. Qutaylarimiz qanaqa pishyapti? Hammasi yorug'likni hisobiga. Hisobiga, ha, bosh. Quyosh nuriga teng keladigan ximikatimiz yo'q. Qutak pishiradigan ximikatimiz bormi? Sizdan kommentariyalarda kutib qolamiz. Agar quyosh nuriday to'yintirib pishirib beradigan ximikatlarimiz bo'lsa, mana aytib o'tishlaring mumkin. Men hali eshitganim yo'q. Tajribada lekin qilib ko'rdik. Mana qanaqa effekti. Keling sizga kattadan katta xatolarni orqasida yo'qotadigan boyligimiz, yo'qotadigan mehnatimiz. Mana nimalarga siz kerak? aytayotgan, mana sizni aytayotgan novdalaringiz mana suruvchi novdalar mana, to'g'rimi? Mana daraxt qarab, daraxt qanchalar. Bu tomonga o'ting. Qani o'sha men ko'rsatgan kaltakka o'xshagan kutagimiz qayeriga? Qani. Sanoqli, bu ham nimjon, nozik, juda ham nozik. Nozikligi nimani hisobiga? Shu quyosh tegmagani hisobiga. Quyosh tegmagan, soyada qolib ketganini hisobiga. Keling. Mana endi mana azizjon narsaga keling. Men ham sizga tajriba sifatida mana shu suruvchi novdalarda har biriga necha dona barg bo'ladi. Qancha soya bo'ladi, bilasizmi? Ha, har bir kutagimiz necha metrga borgan. Har bir kutakka bittadan barg. Tasavvur qiling, qanaqa o'rmoq. Bu yana nimaga olib keladi? Shira, har xil kamstok, kana, mana bu hasharotlarni yig'uvchi hisoblanadi bu. Shunga shu ekkan bog'bonlar shunga sal e'tiborli bo'lsa, shunday buriling. Mana quyosh tekkan shu daraxtni o'zi yonma-yon turibdi. Quyosh tegib qanaqa misol? Mana quyosh tekkan, mana quyosh tekkan. Mana kutaklarga e'tibor beramiz. Qarang qanaqa mana mevazlar ham bo'lgan bu yerda. Hosilxonalar hammasi mavjud. Endi shuni u tomoniga o'tib yana uzoqroq yuringda, mana bu yerga quyosh ko'p tekkan ekan, mana-chi, mana qarang. Quyosh ko'p qanday tekkan. pishgan, novdalar mana. Novdalar Faqat qalinlik hisobiga bir-biriga sal xalaqit bergan. Agar shuni statiyga sentyabr oyiga salgina shuni siylashtirganda yana ham chiroyli bo'lar ekan. Juda ham go'zal bo'ladi. U tomonidan o'ting, shu tarafga keling, yana solishtirib ko'ramiz. Mana xuddi o'sha jarayon, xuddi o'sha tochka qanimda hosilxona quyosh tegmagan. Sanoqli. U ham bo'lsa e'tibor bering, uch qismi qanaqa? Nimjon, kuch yetmagan. Malades. Mana unga o'ting, mana. Mana bu tomonga hosilxonani qarang qancha ko'p. Bu quyosh tekkanning hisobiga. Ana hurmatli bog'bonlar, shunga e'tibor beringlar. Azizbekni qo'llab-quvvatlab turinglar. Omon bo'linglar. Siz bilan xayrlashmaymiz, keyingi videolarda ko'rishguncha. Agar kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Biz kamchiligimizni sizdan olganimizdan xursand bo'lamiz. Xafa bo'lmaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.